Assalomu alaykum Qirg'iz bozor kanali ko'ruvchilari. Bugun 21-may 2026-yil. Biz Jalolobod oblasti Manoz shahridagi mashina bozoridamiz. Birinchi bo'lib Matiz'larni topib chiqdik. Kimga qiziq bo'lsa kanalimizga kirib ko'rsangizlar bo'ladi. Hozir ikkinchi bo'lib bismillah deb Kia Rio mashinadan boshladik. Kia Rio deb уже suv qo'yib tur, maşallah. Yıl 2018 bir ob'yom 640 ming so'mda telefon nomerlarini ko'rsatdik. Avtomat korobkada bu ne deb qo'ydilar? Buni variator robot ne deb qo'ydilar? Bilganlar jasmoqda uyrenib olaylar. Yaxshina bo'lgan monitorlarda ekan, maşallah. Ne deb qo'ydilar? Atoda esidan chiqadi morning. Morning. Jila sig'orib qo'ydilar. Bir Matiz'lar tarib chiqishchalar. Kimga qiziq bo'lsa telefon nomerlarini ko'rsatdik. Çalıp aylanışıp görsenizler bu aldığımkı havalı. Gets bunası yılı 2004 1.4 350 ming so'm deydi. Mexanikadaken Sultan ekeni. Shunday bo'lgan qozon diskalarda sirt qavallari yaxshi. Kimga qiziq bo'lsa çalıp aylanışıp görseniz. Avensis universal izlegenler var mı? İnşallah sırt kavalları yaxshi. Mashinamiz mexanikada. Yaxshina bo'lgan monitorlar solib qo'yibdir. 550 ming so'm kemi var aqchasi, ha? Monitorlar qoladi, o'zini original solib berasiz. Monitorlar qoladi. O'zi qoladi. O'zining radnoy monitori var. O'zining radnoy monitori var deydi. Polni ishlaydi deydi. Aqchasini aytdik. Yılı 2000 Telefon nomerleri kimga qiziq bo'lsa yazingizlar. 772 14 38 28. Kimga qiziq bo'lsa kemi bo'ladi deydi. Sizlar deydi. Salib aylanishib ko'rasizlar. Region 01 ekan, aqchasi 800 ming so'm deydi. 24 2005 gaz benzin. Telefon nomerler. Shunday sirt qavallari yaxshinaqa ekan. Maşallah. Toyota izlegenler var mı? Toyota. İçki havaları. Mercedesler var. Sirt qavallari, içki havaları yaxshi ekan. Kimga qiziq bo'lsa telefon nomerlarini ko'rsatdik. Çalıp aylanishib ko'rasizlar. Matiz 3 unasa Spark bu bu? Matiz 3 deydi. 2009. Mesela qarasanızlar, suratda qo'zlab tarib qo'yibman. Telefon nomerlar yozilib turadi. Yili, ob'yom 1, 08 mi bularda? Avtomat korobka. Avtomat korobka aqchasi 590 ming. 590 ming kemi bo'ladi, ha? Bez vложения. Bez vложения deydi. Ichki havolarni qarasanızlar. Bari dayar. Chirik yo'q, Rossiya emas. Mana. Полный dayar. Egasi dele to'liq ma'lumotlar berib qo'ydi. Siznalari dele Radnoy yaxshi, sostenalari yaxshi ekan. Ichki havollari, sirtqi havollari deganday. Полный komplekt. Qozonlari toza. Qozon toza ekan, urilib o'tdi. Zapaskani kecha men uyda qoldirib qo'yibdim. Zapaskasi bor, ha? Bor. Zapaskasi dele bor ekan. Telefon nomerlarini ko'rsatdik. Kimga qiziq bo'lsa solib aylanishib ko'rasizlar. Mashina qayoqda bo'ladi? Pochta bo'ladi ekan, to'g'onlar. 450 ming so'mga Toyota Yaris yılı 2004 Yaris, ha? Birlaytdimi? 1.3 ob'yomda rasxod 5-6 yozib qo'yibdir. Telefon nomerlari ko'rinadi, Yevropa istaydi. Родной краска. Родной покраskada deydi. Maşallah. Sirt qavallari yaxshi. Mashinamiz mexanikada, ichki havallari. Sosteniyasi yaxshi ekan to'g'onlar. Kimga qiziq bo'lsa, solib aylanishib ko'rasizlar. Bunda qo'shda bo'ladi, ha? Bo'ldi, qo'shda bo'ldi. Mana, sapasmoylar buni. Bor dayar. Mana chirik emas to'g'onlar. Bunani qijarmashib qolgan. Daha chirik ko'rinib qolmasin bu. Kimga qiziq bo'lsa, telefon nomerlarini ko'rsatdik. Chalib aylanishib ko'rasizlar. Jani pishiq mashina, bundalar. O'zi aqchasi yozilyaptir. Tartib aylab qo'ysam dela bo'lmoq, biroq kimga kerak bo'lib qolsa, chalib aylanishib ko'rasizlar ham. Aqchasi yozilyaptir.
Mashina qulton ekan, avtomat korobkada ekan, sirtqi avallari yaxshi ekan. Endi jasolgan ekan-da. Sizga aqchasi qancha? 300 ming so'm. Ne ishleri var ha? Aka? Bir granatala, bo'ldi. Bularning jan. O'sha ikki yumush bor ekan. Kimga qiziq bo'lsa, telefon nomerlarini ko'rsatdik, chalib aylanishib ko'rasizlar. 99-yilgi Mubarak so'ratadi bozordan. Iki kompressorlik telefon nomerlar. 570 dedingiz aqchasini? 570 ming so'm. Kimga qiziq bo'lsa, chalib aylanishib ko'rasizlar. Shunday bo'lgan yaxshiroq titan diskalarda ekan. Tonirovka podarka beriladi. Hech havolari dilay yaxshi. Son. Ne deysiz? Qirg'izistonga kelgandan beri bir qo'l. Zadniy podogrev baroq bu zadniy podogrev baroq deb qayra ochib ko'ryapman. Sirtqi havolari dilay yaxshi, ichki havolari dilay sonun ekan. Yaxshiroq bo'lgan titan diskalarda. Telefon nomerlarini ko'rsatdik. Kimga qiziq bo'lsa, chalib aylanishib ko'rasizlar. Daha qaytalab aytib ketayin. Tonirovka pодарок deydi. Daha bir ne deb atla. Atada o'zim yoqtirgan mashinalar esimdan chiqib qoldi. Yili 2003-2-ni yaxshi ko'ramda men mashallah qarangizlar. Sirtqi havolari, ichki havolari yaxshi ekan. Qulton bo'lsa kerak, qulton ekan. Sirtqi havolari, ichki havolari yaxshinaqa ekan. Men chindan dili issiq urib qo'ygan o'xshaydi. Arqanqi diskasi bo'lib ekan. Kimga qiziq bo'lsa, chalib aylanishib so'rab ko'rasizlar. Telefon nomerlarini ko'rsatdik. Aqchasini 760 ming so'm deb qo'yibdir. Milesh. Esimga kelib ketdi mana. Milesh deb qolsa erkalatib, masallan. Qiziqchilar go'zal yashab qoldi o'xshaydi. Qiziqib qoldi qancha. Qancha kam bu? Yaxshiroq avvalda Toyota Yaris 1.3 2007 deydi, 650 ming so'm. Telefon nomerlarini ko'rib o'tasizlar. Masina mexanikada. İchki havolari. Shunday bo'lgan diskalarda sirtqi havolari sonun ekan. O'ta sonun ekan. Ufozunday masina ekan. İchki havolari da masina ekan. Qarasangizlar. Son. Kimga qiziq bo'lsa, telefon nomerlarini ko'rsatdik, chalib aylanishib ko'rasizlar. Toyota Avensis hatchback deb qo'yadi. 2002-yilgi 1.6 объемda, aqchasi 345 ming so'm. Telefon nomerlarini ko'rsatdik. Mashinamiz mexanikada, qultoni, sirtqi havolalarini ko'rib o'tasizlar. Yaxshiroq. Kimga qiziq bo'lsa, chalib aylanishib ko'rasizlar. Родной Красота deydi. 2014-yilgi 1.5 134 ming probekda 500 ming so'm deydi. Mashalloh. Nexia 2 unasi. Kommentariyaga so'g'inib yozinglar. Bu bani men qo'ygan joyimni esib qo'ygan. Nega? Telefon nomerlar kerak bo'lsa, esingizlar. Chalib aylanishib ko'rasizlar. Atak mashinani sirtqi havolari sonun ekan. Nexia'ning ichki havolari. Yaxshiroq ichki qo'llarda, ichki moshina yetayotgan. Neta toza qarayotganda mashinamchi, toza qarayotgan mashina. Billatda eshikka chiqqaningdalar. Billat. Kimga qiziq bo'lsa, telefon nomerlarini ko'rsatdik. Nexia 2 unasi 380 ming so'm deydi. Yili 2013 1.5 sirtqi havolari. Telefon nomerlar. Kimga qiziq bo'lsa, chalib aylanishib ko'rasizlar. Nexia 2 unasi 200 mingga sotildi deydi. Chalib o'tirib просто jildi menen объемini ko'rsatdim. 200 ming so'mga sotilib ketdi. Ichki havolari dila yaxshi ekan. 4 aynaklardan elektr ko'targich ekan.
Просто қызық та. Бұяқта баяғы ютубтан көріп отырғандарға қаншадан кетіп жатады. Енді біз деле айтқымыз келеді. Қаншадан сатылып жатады, қаншадан сұрап жатады. Елер айтқысы келмейді да. Болсам біз сұрап айтып қойыш бізге оор емес. Оңайлы. Қаншаға сұрап жатады, қаншаға сатылды. Біз айтып қоя береміз. Просто елер айтпайды туғандар. Матиз 2 унасы туғандар. Жылы 2008-08 дейді. Ақшасы 290 000 сом. Телефон номерлерді көріп жатасыздар. Өзінің заводской чехолдың сидиналарында алдыңғы әке субханалла, алдыңғы екі айнекі тең электро көтергішті. Шындай болған. Механикада машинамыз. Кімге қызық болса чалып байланысып көресіздер. Матиз 3 унасы. Жылы бар жоғы жазып тұрады, көргеніңіздердей. Соның болған чехолдар салып қой тұр, машалла қарасыздар, жақсы жарасады кені. Сеп диска деп қойыл, шындай деп қойышады. Автомат коробкада машиналар ішке балдары. Көресіңіздер. Машина ухоженный, таза екен. İşleri dele, sırtları dele. Таза екен. Көресіңіздер. Kimге қызық болса, телефон номерлерді көрсеттік. Çalып, байланышып көресіздер. Түшіп береді, 450 000 десе 450 000-ге сатпаса керек, түшіп береді. Так, менің көзіме жақсы көрініп отырады. Матиз 300 дегендерге жақсы вариант. Nexia 1 унасы туғандар, 2007-15 механикада, ақшасы 240 000 сом екен, машалла. Сыртқы балдарды деле жақсы. Ішке балдарды деле жақсы көрініп отырады. Енді мақтас емес туғандар, енді аяқта отырғандар, ішке балдары қандай болды екен дегендерге комментарий беріп отырамыз. Бұл балондары деле жаңы. Жаңы емес, енді жақсы. Артқа балдары. Nexia 1 іздегендерге жақсы вариант бұл дағы. Салып байланышып көресіздер. Дағы телефон номерлер çalып байланышып көресіздер. Матиз 2 унасы жылы 2004-08 объемда, ақшасы 230 000 сом екен. Телефон номерлерді айта кете тұрған болсақ, 556-15-78-38 номерінде. Машинамыз механикада. Ішке балдары. Сыртқы балдары деле жақсы. Kimге қызық болса, телефон номерлерді көрсеттік. Алдыңғы екі айнеге электро көтергішті, пробектері 175 000 сом. 170 Subhanallah, bize çarşat bize. 175 000 probekti. Туғандар bize tili aylanbay қалуады, байқадыңыздар ақшайта. Мен видеоны аяқтайлы. Қайра жұмысқа барсым керек. Тура түсінесіздер. Жаққан болса лайк. Турасын айтсам, кейінкіге баяғы списка қылып келем. Комментарийге жазсаңыздар, қайсы машиналар тартайын. Мұнысында шашып жаза албай қалдым. Комментарийге жазсаңыздар, кейінгі базарға Құдай бұйырса списка қылып, қайсынан машиналар тартышым керек екендігini жазып алып келіп тартып кетем. Үй бүлөңіздерге тыныштық, амандық, шаруаңыздарға береке. Машинаңыздардың түгінен жеңіл шамалдар өтіп тұра берсін, машинаңыздар бұзылбасын. Ассаламу алейкум.